Tunikani ko'pchilik narxiga qarab tanlaydi, lekin har doim ham narxi sifatiga teng bo'lmaydi. Shuni inobatga olgan holda, bugun aynan narxiga qarab emas, aniq maqsad asosida tunikani to'g'ri tanlash haqida gaplashamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum azizlar, Kamina usta Abdulloh 17 yillik tajribaga ega tunika soz mutaxassisman. Qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik. Jamoamiz bilan birga butun respublika bo'ylab tashqi fasad va tunikafon ishlarini amalga oshiramiz. Xo'p, azizlar, ko'pchilik tunikani narxiga qarab baholaydi. Narxi qimmat bo'lsa zo'r, arzon bo'lsa sifatsiz ekan deb o'ylaydi. Bu narsa noto'g'ri, bu tushuncha. Chunki siz tunikani qayerga xarid qilmoqchisiz, mana shu narsaga qarash kerak. Sizning maqsadingiz nima? Agar uyingizni tomini yopmoqchi bo'lsangiz yoki patologiyani qilmoqchi bo'lsangiz yoki boshqa sohalarda ishlatmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha maqsadingizdan kelib chiqqan holda tunikani tanlasangiz, bu to'g'ri bo'ladi. Biz mutaxassis sifatida shuni aytamizki, tom qismlariga tunikani sifatli, qalin tunikalardan foydalangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu o'rinda aytamizki, bu albatta har bir insonda o'zini budjetidan kelib chiqadi. Ko'pchilik sifatlansa xohlashi mumkin, lekin imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Lekin shu yerda aytgan bo'lardikki, tom qismiga tunikalarni tayyor sotib olganingizda profnastilga 0.40 dan yuqorisini tavsiya qilmaymiz. Sharoitingizdan kelib chiqqan holda 0.4, 0.40, 0.45, 0.5 va undan yuqori bo'lgan tunikalarni tavsiya qilamiz. Endi tunikani tanlashda esa zavodlarga keladigan bo'lsak, aynan bir zavodning tunikasini maqtab, ikkinchisini qoralashlikdan yiroqmiz. Faqat mutaxassis sifatida aytgan bo'lardikki, tajribadan o'tgan, uzoq yillar davomida haqiqatan kraskalari, tunika zavodlari uyoltirib qo'ymagan zavodning tunikalarini tanlashda sizga tavsiya qilgan bo'lamiz. Agar siz arzoniga uchib yuqoriroq tunikalardan, sifatsizroq tunikalardan oladigan bo'lsangiz, bu uzoqqa bormasdan zanglashi, rangi o'chib ketishi, zanglashi va yomg'ir uyingizga o'tib ketishi mumkin. Agar patolog qismlari bo'ladigan bo'lsa, patolog qismlariga juda ham qalin tunikalar muhim emas. Juda yuqa tunikalar ham ishlatishni tavsiya qilmaymiz. Yuqani nimaga ishlatishni tavsiya qilmaymiz? Sababi valna beri bir xunuk ko'rinib qolmasligi uchun. Endi ustaning mahoratiga bog'liq. Usta agar mahoratli bo'ladigan bo'lsa, bilmadim, 0.3lik tunikadan ham tekis qilib chiqarsa bo'ladi. Lekin hozirgi kunda ustalar asosan patolog qismiga 0.35, 0.40lik tunikadan ishlatyapti. Bu yaxshimi? Albatta bu yaxshi, bu zo'r. Endi tunikani kraskalari, tunikani sifati, mana shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Tunikani ustidagi kraskalari qalin, sifatli bo'ladigan bo'lsa, qo'ygan patologingiz har bir 5 yilda almashtirmaysiz, to'g'rimi? Qo'yganingizdan keyin xudo xolasa 20 yil, 30 yilga yetib borsin degan maqsadda qiladigan bo'lsangiz, bu ham yana xuddi shunday, faqat buni 0.4 dan tomga 0.4 dan yuqorisi bo'ladigan bo'lsa, tunikaga 0.4 gacha bo'ladigan bo'lsa, patolog qismlariga bo'ladi. Endi bu ham albatta azizlar dizayn, fasondan kelib chiqqan holda bo'ladi. Agar tunika fondi, patologlarda fasoni, detallari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, u joyda qalinroq tunika ishlatishlik kerak bo'ladi. Endi bu hozirgi kunda o'sha ko'pchilik ishlatayotgan tunika fonlarida, fasonlaridan kelib chiqqan holatda aytyapmiz. Endi esa tunikalarda narx-navolariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda tunikalarimizning narx-navolari har xil bo'lib yotibdi. Olaylik, Xitoyning tunikalarini oladigan bo'lsak, Xitoyda juda ham zavodlar ko'p. Qaysi zavod tunikasidan olyapti, qanaqa tunikalar, oddiy bir misol uchun 0.4lik tunikani oladigan bo'lsak, o'sha bitta 0.4lik tunikani o'zi Xitoyda shunaqa zavodlari bor. Bizga olib kelib sotishlik asnosida 40 mingdan 63 ming so'mgacha bor. Bitta qalinlikda, 0.4lik qalinlikda tunika. Rangi misol uchun bir xil bo'lishi mumkin, lekin o'rtada tafovutni qarang, 23 minggacha farq qilib ketishi mumkin. Ha, mumkin. Endi hozirgi kunda 2025-yil noyabr oyi tunikani misol uchun narxlarini olayotgan bo'lsak, o'rtacha hisobda Toshkent tunikalarini 1 metri 56 ming so'm, 55 ming so'm atrofida sotilyapti. Samarqand zavodniki esa shundan bir 2 ming so'm arzon. Samarqand zavodida ham tunikalari bir 3 xil bor. Endi men tushunishim bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi sortmi bilmadim. O'shanday eng yaxshi sifatlilari Toshkentniki bilan deyarli bir-biriga yaqin, bir 2 ming so'm arzonroq chiqadi narxi. Bundan tashqari rossiyskiy tunikalarga keladigan bo'lsak, rossiyskiy tunikalar 0.4liklar 80 ming so'mdan chiqadi 1 metri. Keyin Qozog'istonning tunikalari bor.
Xullas kalom, tunikalarni o'zi ham bilasizlar azizlar 3 qismga bo'linadi: glyansiyaviy, matoviy va xafyor tunikalar. Buni vodiyda ustakalarimiz sho'rshaviy deydi. Ya'ni o'zi matoviy tunikaga nisbatan glyansiyaviy tunikalar agar zavodi bitta bo'lsa, qimmatroq bo'ladi glyansiyaviyniki. Bundan tashqari ustida selofani bo'ladigan bo'lsa, u yana ham qimmatroq bo'ladi. Agar xafyor tunikalar bo'layotgan bo'lsa, glyensiyga nisbatan, matoviyga nisbatan u ham yana ozroq qimmatroq bo'ladi. Lekin shu o'rinda bitta narsani bilinglar. Xafyor tunika deganda yoki sho'rshaviy tunika deganda bu hamma zavod tunikalarida narx har xil tafovut. O'sha sifatli zavod tunikalarda arzonroq chiqadigan tunikalar bor, qimmatroq chiqadigan tunikalar bor. Endi bular albatta hammasi bozorning talabidan kelib chiqqan holatda zavodlar tayyorlaydi. O'sha uchun qaysidir zavod tunikalari arzon bo'ladi. Endi arzon bo'lgandan keyin o'sha sifatlari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Eng muhim narsa tunikalarda xarid qilganda tajribadan o'tgan, ishonchli bo'lgan tunikalar tavsiya qilamiz. Shaxsan biz o'zimiz Toshkent metallurgiya zavodi tunikalaridan foydalanamiz. Samarqand tunikalari ham yaxshi, o'rtacha tunikalar. Samarqand zavod tunikalaridan ham xudo xolasa bir premium klassdagi tunikalardan chiqarishligini kutib qolamiz. Krishalarga esa rossiyskiy tunikalarni ishlatishlikni to'g'ri deb bilamiz. Eng qiziq joyga keldik. Tunikalarda hozirgi kunda 2025-yil noyabr oyiga nisbatan narx-navolarini kelinglar sizlarga metrda aytaman. Chunki tonnada aytsam ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Ommaviy odamlar, ko'pchilik odam tushunishligi uchun metrajli narxlarda aytaman. Xitoyda o'zida bilamiz zavodlar ko'p. Ular odamlarning talab va taklifidan kelib chiqqan holda narxi arzonroq, qimmatroq bo'lishi mumkin. O'shani e'tiboran 0.4 lik tunikani narxi Xitoy zavodlarida O'zbekistonda sotilish narxi 40 mingdan 63 minggacha bor. Bu 63 ming Guanshi zavodi tunikalari 63 mingdan bizda bozorlarda sotilyapti. Endi Simizi zavodi tunikalariga keladigan bo'lsak, Simizi zavodi tunikalari u yerda adashmasam 3 xil tunika bor. Birinchi, ikkinchi sort bo'lsa kerak. Birinchi sortlari 48 ming va yaxshi sortlari 54 ming so'mdan sotilyapti. Endi ozgina tafovut bo'lishi mumkin aytayotgan narxlarda. Toshkentning narxlarida esa Toshkent zavodi tunikasi Samarqandga nisbatan bir 2 ming so'm qimmat yuradi hozirgi kunda. Bu 56 ming atrofida chiqyapti. Bundan tashqari Qozog'istonda tunikalariga keladigan bo'lsak, Qozog'iston tunikalari 50 ming so'mdan 4lik, 0.4 likni nazarda tutib aytyapman. Prosta tafovutni solishtirib olishlaringiz uchun. Rossiyskiy tunikalarda asosan yuqalar juda kamdan kam bo'ladi. Rossiyskiy tunikaga keladigan bo'lsak, rossiyskiy tunikalar asosan bizda 45 lik, 50 lik tunikalar bo'ladi. Mana shu tunikalarning narxi 80 mingdan 125 minggacha bor. Ya'ni glyansiyaviy tunika bo'lsa 125 ming so'm rossiyskiy, zo'r 45 lik 40 tunikalar. Xitoy tunikalari o'rtacha glyansiyaviylari 58 mingdan chiqib kelyapti. Samarqandniki 60 ming so'mligi bor, 65 ming so'mligi bor. 0.4 likda 65 ming so'mligi bu selofani bor. Endi taxminan shu atrofda chiqib kelyapti. Endi qanaqa tunikalardan olishni mana o'zlaringiz bilib oldingizlar, shunga qarab sotib olasizlar. Narxni har doim to'g'ridan to'g'ri narxni solishtirmanglar. Masalan, 0.4 lik tunika bir joyda 40 ming desa, bir joyda masalan 80 ming desa, biriga bir qimmat ekan deb u qimmat deb tushunmanglar. Uni sifati ham o'shanga yarasha bo'ladi. Ma'lumot berish bizdan, xulosa chiqarish sizdan. Agar bizni ma'lumotlarimiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa va siz tunika olgani chiqqan paytingizda qaysi joyga qanaqa tunikani olishlikda to'g'ri xulosa chiqaradigan darajada ma'lumotlar bera olgan bo'lsak, demak biz o'zimizni maqsadimizga erishdik deb bilamiz. Agar sizlarga ham tunikafon xizmatlarimiz, tom yopish xizmatlarimiz, tashqi fasad xizmatlarimiz, qadriyat ustalari xizmatlari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.